Assalomu alaykum barchaga hurmatli gulish qog'ozlari. Bugun 29-oktyabr haftani chorshanba kuni 2025-yil. Xo'p, bugunga kelib gullarimizning holati va buketning navlarida qaysi holatga kelganini hozir ko'rsatib o'taman. Xo'p, buket globuslarimiz yakunlanib qoldi. Oqlarni hozir o'sha oqlarni ko'rsataman. Undan oldin mana qaranglar, chiroyli rang. Sariqni galstukmi bir nima deyirtgan buni. Mana uni partiyasidan ekan. Mana ham o'shanda. U sariqroq, bu to'q qizil aralash ekan o'rtasida. Mana bor. Mashinalar chiqib qoldi. Kim bergan hayronman. Mana oqim chiroyli oqni hozir kesib tashladim, qoldirishga o'zimga. Biz mana ularni hammasini ko'chiraman, sariqlarni ko'chiraman, ramashkali sariq. Juda chiroyli sariq. Keyin bugun qolganlari keyin o'zimga ko'chatga qolaveradi. Xo'p, gollan navlarga o'tsak, mana shu yerdan bu yog'i, mana shundan bu yog'i hammasi gollan bo'lgan. Xo'p, yaqin bir 1000ta oshiqroq gollan bor edi. Qo'y yeb ketmasdan oldin. Mana buketnilar yerda bo'ladi, yerda qanday holatda bo'ladi deganlarga. Mana 30 sm. Mana shulardan keyingi yil Xudo xolasa yana qalamchi olib tuvaklarga biz ham qilamiz. Mayda sariq, mana buketnidan. Mana buketni partiyasidan. Mana bu yerda bor. Oqlar bor. Pushtusi bor. Qavat sariqda. Kichkina bo'lib, kompaktli bo'lgan yerda holati ham. Mana ular ham bitta rang. Sariqda. Anaqasi. Ashi ham zo'r ekan, mana shu rang yoqdi menga. Mana shu rang. Sizlar shu gollan nav ekan-da bu. Mana qaranglar, yarimi sariq, yarimi qizil, ajoyib. Chotki mana shu. Aylari o't bosib ketgan, lekin hammasi orasida bor. Mayli o't bosgan, atayna bu tarafda shu olib ketib qolishmasin deb o'tamagan tarafimda qo'y kirmaganda, o'tab qo'ygan tarafimda qo'y kirgan. Hozir ko'rsatib o'taman. Mana ham buketnisidan. Xo'p, buni ko'rsatishdan maqsad Xudo xolasa bahorda xullas gollan navini ko'chatidan so'raverasizlar. Har qancha qilib beraman, lekin ranglari aralash bo'ladi. Bariga qarab har xil qilib beraman. Mana sariqdan o't orasida qolib ketgan. Mana yana bir narsa ekan. Mana shu yerda trubalar, mana shu qora shlankalar tagida hammasida bor. Mana ham. Mana shu ham nihoyatda chiroyli, o'ziga tortadigan rang. Qizil ham. Endi hozir bir sindirib oldim, mana edi ham bor. Bir kesib tashab, keyin bir chekkadan o'tat tashlayman-da. Mana edi buketni bardavoyi. Sariqda maydasi, bir qavatli sariq, buketnilar ko'chatidan ular so'raverasizlar ko'chatidan. Mana larda bor. Bu yerda bor. Endi bu tarafini o'tab qo'ydim, qo'y kirganda mazza qilib yegan. Mana rang ham zo'r. Lekin buni ham qo'y yeb mazasi qochib qoldi. Jizzax Forishdan Gulbahor opa jo'natgandi menga. Mana shu bir nihoyatda chiroyli ochiladi. Ping-ponglarimda ham mazasini qochirib ketgan. Bittani o'zim mazasini qochirdim mana. Sindirib oldim. Ping-ponglar. Mana shu yerda buni topsa bo'ladi. Mana yerda chiqyapti ekan. Mana shu ham qaysidir rangi. Kelib maza qilib yegan-da buni. Shirin bo'ladimi bilmayman, Xitoydan kelyapti deb. To'g'ri, birinchi shuni yegan. Endi bu qator manalar oxirdagi globuschilar.
sariqlarni buni ham ko'paytirishga tashlab qo'yaman. Qizillar. Mana sariq buketni shekilli. Hayronman nima chiqadi. Bitta qoldiraychi. Ko'ramiz. Mana ham bor, mana rangda. Shuni gulini uzib tashlaydi. Yepchillar. Yepchillik qilib ketishmasin yana. Mana ham bir nima rang ekan. Qarang. Shu cho'tkiga. Mana. Qarang, go'zalligini buni. Ketchalar. Mashlarni hammasini ertaga Xudo xolasa kelib bularni kallaklab buket ko'p ekan buketning mana mana ham buket. Mana rangni qarang. Oho. Juda chiroyli-da, yaramas. Endi mashin bahorda ochiltiradigan variant qilish kerak. Ustalari ochiltiradi, ustalari. Bahorda ochiltirsa, olib kelib sotamiz yana. Buni ustalari bor o'zini. Qarang. Hali ochilgan, qanaqa rang ekan bu? Do'stlar, shunaqa gaplar. Ko'rdilaring menda qanaqa ko'chatlar borligini. Keyin xrizantema ko'chatni bitta joyda qatorasiga olib qo'yganmiz globusda. O'sha joydan ko'chat qilib beramiz. Keyingi yil bahorda nasib qilsa tinchlik bo'lib tursa, golland navlarini o'zim qilib beraman, har xil aralashtirib. Bu yoqda nari teplitsada ham ertaga video qilganimda ko'rsataman. 8 lik stakanda ham qilib qo'yganman. Anchagina o'shani ham hozir ochilib qolibdi. Olib chiqaman ertagi kunda video qilamiz. Mana bu yerda buketning variantlarimiz. Kimga buketni ko'chatidan kerak bo'lsa, bunga ham zakaz olamiz. Qilib beraman. Oqi bor mana, pushtisi bor, sarig'i bor. Hamma ranglaridan bor. Yashil yo'q xolos. Ashida yashilim yo'qolib ketgan. Shunda bir qator yashili bo'lgan. Menda mana shu qatorda yo'q bo'lib ketib qoldi. Mana shu qator. Shunaqa do'stlar, kanalimizga yangi kirgan bo'lsalaring, obuna bo'lib qo'yinglar. Like tugmasini bosinglar. Kanal rivoji uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.